Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Bu obyektimizda 2,5 kvadratga mo'ljallangan obyektimiz faqat to'pli bol bo'lgan. To'pli bolimizni katta shu yerga yiqqanmiz. Ko'rib baho berishlar mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kotelimiz Vaynland kondensatsion kotelimiz 65 kW kotelimizni 3 ta qo'yganmiz. Bu yerda kondensatsion kotelimiz dimoxodlarini silishni qilib, hammasini отдельно chiqarganmiz bu yerda. Hammasi perdachi obratkalarimiz yuzli temir trubadan tayyorlaganmiz. Bu yerda magnit idishlar filtrlarni qo'yib, kotellarimizni ulaganmiz. Gazlarimiz elektriskiy mufta bu. Elektriskiy mufta. Gazimiz kirib kelyapti, 25 ta trubada kirib kelib. Bu filtr, gaz analizator bu reduktordan o'tib, gaz nakopitelga o'tyapti. Gaz nakopitelimizni manometr ham bor bu yerda. Bu gamma gaz chiqsa, mabodo aniqlab gaz uzadi. Endi bu yerda 4 etajli binomiz, podval qismi 1-chi, 2-chi, 3-chi etajlarimiz, perdachilarimiz va bu yerda obratkalarimiz, manometrlar grafika qo'yilgan, rashintellar qo'yilgan. Bu yerdan suv kirib kelyapti. Qaramlik turbasi suv kirib kelib, через filtr orqali o'tib, jo'chga kirib o'tyapti. Bundan o'tib, через filtr orqali suvimiz o'tib boryapti. Bypass ham tayyorlangan. Birinchisi sistemaga suv beradi, ikkinchisi kotellarimizga suv beradi. Bu yerda avtomatik qo'yganmiz. Bunisi bollerga suv beradi. Ko'rishlar mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu yerda kosinli bollerimiz, 300 litrli kosinli bollerimiz. Bollerimizga rashintellar qo'yganmiz, perdachi obratkalarimiz, kotellar bypasslari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Bu yerda esa shitimiz, kotelxonamizning shiti shu yerda joylashgan. Bunisi bo'lsa, tashqarida konditsionerlarimiz va konditsionerlarimiz shiti. Elektrik xizmatlarini ham qilganmiz bu yerda.